Bir zamonlar 1938-yilda Samarqandda taqdiri butun bir mamlakat timsoliga aylanuvchi bir bola dunyoga keldi. U bolaligidan bilimga chanqoq edi. Har tong daftar ustida o'tgan onlari, maktabdagi har bir yutug'i uning xarakteri va kelajagi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi. 21-maktabni oltin medal bilan tamomlagani uning mehnatsevarligi va mukammallikka intilishining ilk e'tirofi bo'ldi. Toshkent Politexnika institutiga kirishi unga muhandislik olamini ochdi. Keyinchalik Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasidagi faoliyati davomida bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirdi. Il-76 samolyotlari, ulkan sexlar, mashaqqatli mehnat. Ammo u bu bilan cheklanib qolmadi. Iqtisod sohasidagi ikkinchi oliy ta'lim unga raqamlarni, boshqaruvni, insonlarni va mamlakat kelajagini yanada chuqurroq anglash imkonini berdi. Davlat reja qo'mitasidagi faoliyati esa millionlab insonlar hayotiga ta'sir qiluvchi qarorlar qanday qabul qilinishini o'rganishiga zamin yaratdi. 1989-yil uning hayotida ham, mamlakat tarixida ham burilish davri bo'ldi. O'zgarishlar davrida u xalq oldiga chiqib, tinchlik, barqarorlik va umid uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Xalq esa unda nafaqat rahbarni, balki xalq dardini tushunadigan va odamlarni tinglay oladigan insonni ko'rdi. 1990-yilda u rasman O'zbekiston SSRning birinchi prezidenti bo'ldi. Где поднимает небо свой